kadastri tayyor uylardan so'ragandinglar. Bir xonali birinchi etaj, 4 etajli domda sizlar uchun zo'r variant topib qo'ydim. Yunusobod rayonida joylashgan, 70 kun shunda oldida Xonsaroyi oldida joylashgan bir xonali birinchi etaj, 37 kvadrat ekan. Shunda olib remont qilsanglar, $400 dan arendaga topshirib qo'ysanglar bo'ladi. Mana hop, domimiz o'zi bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek hamma narsasi bitgan. Mana Xonsaroy domi, stroyga ketyapti polniy. Mana bu yog'imizga ekopark tushyapti. Ko'rib turganingizdek, yonida shunday ekopark bo'ladi. Joylashgan joy, lokatsiyasi juda zo'r. Uy ichini bitta ko'rsatamiz. Podyezdimizdan kiraverish. Stroykamiz. Mana bu yog'imiz hol, kiraverish, polniy. Mana bu yog'imiz spalniya hisoblanadi. Spalniya qo'ysiz bo'ladi bemalol. Mana bu yog'imiz sanuzel. Keyin mana bu yog'imiz kuxnya hisoblanadi. Kuxnya. Oynalari bor, havo aylanishga joylari bor. Shu uyimizga 37.500 so'rog'imizni qiziqqan bo'lsa, opsiyan nomerini qoldiramiz.